Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, aziz obunachilarimiz. Mana bugun 2025-yil Ramazon oyining 1-kuni. Biz esa yangi tayyorlagan lesnitsamiz. Bu pastdan ko'rinishi, ko'rib baho berasizlar do'stlar. Sinamiz razmerlari bilan tanishtirib o'tsak. Общий balandligimiz 3.30, 20 stupenka tushgan, 16 santimetrdan balandligi. Oyoq qo'yadiganlari 30 dan, oddiy обычный zina. Karkaslarni esa 14 li armaturadan to'qiganmiz. Bu tarafda esa zinamizda bitta arkasi bor, figurasi. Darvozadan kirishda stoka qo'yib mishat bermasin deb pastdan bitta arka qilib qo'ydik. Mana bu esa pastdan ko'rinishlari zinamiz. Bu yerdan esa tepa ko'rinishi. 11 stupenka pastdan, o'rtada plashatka. 8 ta tepaga. Tepada plashatka. Bu yerda esa arka. Armaturalar 14 dan 14 lik Begabot armatura. Hurmatli obunachilar, agarda kimnidir qiziqtirgan savol va javoblar bo'ladigan bo'lsa, kommentariy qoldirasizlar degan umiddamiz. Biz ishlarimizni qo'llab-quvvatlab turganligiga kattakon rahmat. Ilohim yanagi kunlarga ham ko'rish nasib qilsin do'stlar. Kimda-kim shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aziz obunachilar, ofitsialniy telefon raqamlarimiz bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilib so'rashliginglar mumkin. Hammaga rahmat. Kun xayrli bo'lsin. Tutgan ro'zalaringlar qabul bo'lsin.